Assalomu alaykum qarindosh qozlari. Bugun 8-may hafta kuniga payshanba 2025-yil. Biz Namangan viloyati Jamashu Parranda bozoridan video qilamiz. Kanalda yangilar obuna bo'lib, videoga like bosib ketishni unutmanglar. Bo'lmasa videolarni boshladik. Yo'llarimiz jupi 100 ming so'm ekan. Qiziqqanlarga mana Qorashozida xo'razimiz 300 ming so'm kami bor ekan. Makellarchi? Makellarimiz 150 ming so'mdan ekan. Dakan makellar. Bu jo'jalarimiz 13 ming so'mdan, bunisi 25 ming so'mdan ekan. Bu qancha edi? 35 ming. Urdah jo'jalarimiz 30 ming so'mdan ekan mana. Ha, urdah jo'ja. Bularimiz deydi 5 ta bor ekan, 4 ta. 40 ming so'mdan ekan. Ekaylikdan o'tib qoldi. Budanalarchi, budanalar. Budanalarimiz 12 ming so'mdan ekan. Mana birlolma chachgan xo'rozimiz 300 ming so'm kami bor ekan. Bularchi qizil tovuqlar. Xumlayaptimi? Mo'min brown tovuqlarimiz 35 ming so'mdan ekan. Hammasi tuxumda ekan. Xo'rozlarchi? Jo'ja xo'rozlarimiz 120 ming so'mdan kami bor ekan. O'rdaklarimizda erkaklari 250 ming so'mdan, makellari 150 ming so'mdan kami bor ekan. Xo'roz nech pul yapon? Yapon xo'rozimiz 50 ming so'm kami bor ekan. O'rdaklarimiz 12 ming so'mdan ekan. Belli galiboy degan zotdan ekan. 2 kunlik bo'libdi mana ochilganiga.